Yuring chiqani endi, yuringchi. Turing. Hoppa. Kelaylik. Kelaylik. Orqaga qarab yur. Tezlashingchi, tezlashib yuringchi. Yo'q, qaytib yuring. Yurish mustaqilmi, bemalolmi bova? Bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana Surxondaryodan kelgan bemorimiz Shavkat aka 63 yoshdalar. Bizga 10 kun oldin murojaat qilib kelgandilar. 10 kun davomida ularga klinikamiz sharoitida davom muolajalarini o'tkazdik. Shavkat akada ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Endi 10 kun qisqartadi, lekin shunda ham Shavkat akani 4 yil 5 yildan beri qiynab kelayotgan Parkinson kasalligi shu yerda ancha o'zgarishlar sezildi. O'zi Shavkat aka ancha bo'lgani shu, menimcha bu yog'i bo'ldi, orqaga ketamiz deb xayol qilib yurgan. Hozirgi kunda mana o'zgarishlar ko'zib, kayfiyatlari ham yaxshilandi, yurishlari aktivlashdi. Avval doim kelayimdi, qayerga bo'lsa bizga olib borib kelgan. Hatto hojatxonalarga ham birga yetalashib olib borgan ekanlar. Mana hozir o'zlari mustaqil o'z-o'ziga xizmat ko'rsatishga o'tdilar. Bu albatta yaxshi. Ehtiyojlarini o'zi qondirishiga biz ko'tardik Shavkat akani. Bundan keyin ham Shavkat akada nazoratda bo'lib turadilar, dorilarini korreksiya qilib, yana ko'rinishga kelib, ularni tekshirib, kasallikni kechishiga qarab yana davo muolajalari yangilanib yoki o'zgartirishimiz mumkin. Hozir Shavkat aka shu paytgacha siz qayerlarga bordingiz, nima davolar qildi sizga, qanaqa o'zgarishlar bo'lgan edi? Men kasallik bo'yicha Termiz bo'ldim, shaharda bo'ldim. Shu shaharda davolandim va qachondir lekin menimcha artmadi, yaxshi bo'lmadi. Lekin masih apakah yang berkuasa dia kerja minister kerja sekretariat kerja jadi ini cikgu macam jadi ini bahasa ini saya pindah sekolah keterangan kesalahan saya kan ini kita bahasa juga. Rahmat. Bular Shavkat aka o'zlari xalq xizmatida 40 yil davomida terapiy vrach bo'lib ishlaganlar. 40 yil davomida xalqqa xizmat qilib, sog'lig'ini tiklash yo'lida katta foydalari tekkan. Endi bu kasallik kasb tanlamaydi, boylik tanlamaydi, mansab tanlamaydi. Kimni tanlasa, shu odam shu kasallikka chalinadi. Albatta shifo Allohdan, biz shu sababchi bo'lamiz doim. Bular ham kollegamiz o'zimizni. Vrachlar ham uncha-munchaga ishonib kelavermaydi hamma joyga. Baribir o'zi tushungani uchun shu yerlarga kelib natijalarga ko'rdi. Mana o'zgarishlar yaxshi. Kasallik bo'lganiga 4-5 yil bo'lib ketdi. Juda qiyinchiliklarni o'tkazdik birgalikda. Shunga qaramasdan davom ettiraverdik. Qayerda eshitsa, qayerda bilsak yo'lga kelib, lekin mana shundagichalik hech qachon davo yaxshiliklarni ko'rganimiz yo'q edi. Mana hozirgi kunda shu yerda davolanib, mana 9 kunlik turgan ancha o'zgarishlar bor. O'zi yuryapti, o'zi gapiryapti, o'zi ovqatlanyapti. Shu narsalarda ham shu uydagilar hamma vasitasida yordam qilib kelar edik. Hozirgi kunda o'zi Ancha endi belaringizdan bo'ladigan bo'ldi. Bemalolroq uxlaydigan bo'ldingiz. Baribir ham bir odamni yonida ko'z quloq bo'lib, hojatxonaga chiqsa ham birga borib boshqa qilish baribir ham ba'zan noqulaylik tug'diradi. Hozir endi bemalol o'zlari mustaqil harakat qiladi. Shuning uchun doim aytaman, bundan buyog'iga endi yangani hadeb bezovta qilavermang. Turmang siz ham, o'zlari harakat qilaversin. Chunki
buyog'iga o'zingizga bo'lgan ishonchingiz bor, harakatingiz yaxshi, endi sal bo'sh qo'ying bularni. Hadeb qiynab qo'ymang. Endi kasallik yuzasidan bo'lgan shu paytgacha endi u davrlar o'tib ketdi. Hozir mana qo'llaringizni harakat qildiring. Yaxshi. Qo'llar ham yaxshi, harakati yaxshi. Bitta turib bering shu o'rningizda. Shaxtdan turib borib, aha. Kelavering, qaytavering orqaga. Hurmatli kuzatuvchilar, klinikamizda ajoyib natijalar bilan sizlarga bo'lishib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. E'tiborlaringiz uchun rahmat.